Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'lining ahvoli qanday? Adam hozir qayerda va qanday ahvolda? Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'li Adam Qodirov Chechenistonda 16-yanvar kuni dahshatli avtohalokatga uchragani haqida xabarlar tarqaldi. Shundan so'ng ayrim rus nashrlari Adam Qodirov og'ir ahvolda Grozniyda shifoxonada davolanayotgani haqida bir qator xabarlar tarqalgan edi. Shundan so'ng Ramzan Qodirov o'z Telegram tarmog'ida Adam Qodirovning videosini joyladi va Adam Qodirovda barchasi yaxshi ekanligi aytildi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning ushbu Telegram messengeriga joylagan videodan so'ng savollar yanada ko'paya boshladi. Ayrim rus nashrlari video eski 15-yanvar kuni olingan deb bong urib chiqishdi. Hozirgi kunda rus nashrlari qanday yozmoqda? Ayrim blogerlar va rus nashrlari Checheniston rahbarining o'g'li maxsus reys bilan Moskvaga olib ketilgani haqida xabar bermoqda hamda kichik Qodirov Moskvada ekanligi aytilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, kunlik yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lishingiz so'raladi va like tugmasini bosib bizning kanalni qo'llab-quvvatlang. E'tiboringiz uchun rahmat. Farg'onada 15 yoshli yigit sevgan qizi bilan yozishib, so'ng o'zini tomdan tashladi. Joriy yilning 13-yanvar kuni Farg'ona shahrida 9-sinf o'quvchisi o'zi yashab turgan 8 qavatli uyning tomidan o'zini pastga tashlab, joniga qasd qildi. Marhumning onasi Rossiyaga chiqib ketgani bois, bola opa-ukalari bilan tog'asini qaramog'ida yashab kelgan. Aniqlanishicha, yigitcha o'z joniga qasd qilishdan oldin yoqtirgan qizi bilan SMS xabarlar yozishgan. Yigitchaning ota-onasiga sabr-toqat tilaymiz. Voqeaga aynan nima sabab bo'lgani hozircha noma'lum. Farzandlaringizni ehtiyot qiling, ularning telefonlarini doim ko'rikdan o'tkazib turishingiz so'raladi. Biroz avval Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Grenlandiyani Amerikaning 51-shtati sifatida ko'rishni xohlayotganini bayon qildi. Shundan so'ng Daniya hukumatı Grenlandiya oroliga o'z qo'shinlarini joylashtirdi. Yevropaning bir qator davlatlari ham Grenlandiyaga o'z askarlarini jo'natgan edi. Shundan so'ng Donald Trump bojlarni joriy qilishni boshladi. Grenlandiyani Yevropa davlatlari ham Amerikaga berib qo'ymoqchi emas. Amerikani avvaldan Grenlandiya qiziqtirib kelgan. Shuning uchun Donald Trump bu masalaga astoydil qiziqqanini bildirgan. Tafsilotlar rivojini biz bilan kuzating. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Yangiliklarni o'tkazib yubormang.